Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Sizlar bilan men Yilga xizmat Ali ekanman. Moskvadan Toshkentga har kuni reyslar 3 tadan 4 tadan reyslar hozirgi kunda amalga oshiryapti. Sizlarga iloji boricha komfortabilniy avtobuslarni qilish harakatini ko'rib turibsizlar. O'zimizni rossiyskiy nomerli avtobuslarimizni ham gilamlar to'shab qo'ydik, чтобы poyabzallarni yechib ketasa. Avtobusimiz mnogonatsionalniy bo'lib, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston fuqarolari, даже Tojikiston fuqarolari ham bemalol kelib ketsanglar bo'ladi. Sizlardan talab qilinadigan narsa dokumentlarni yurgan insonlar bo'lsanglar bo'ldi. Agar dokumentlarda muammo bo'ladigan bo'lsa, расход qilasizlar yo'lda, qo'lingiz chiqib qolmayapti. Расход qilasizlar yo'lda azizlar. Kimni dokumentida muammosi bo'lsa, Zolotoy korondan qarzi bor, migratsion kartasini yo'qotgan, patentini kuydirib yuborgan, yana nimadirlar, falshiy pechati bor. Bu insonlar qo'shimcha расходi bo'ladi, обязательно azizlar. Avtobusda preyezddan tashqari. Avtobus preyezdi dokumentlarni insonlar uchun hech qanaqa boshqa qo'shimcha расход bo'lmaydi. Faqat tamojnida so'mkalar tushirmaslik uchun расход qilinadi 300 rubl. Shuni esdan chiqarmanglar azizlar. Kimdan kim shunday komfortabilniy, ideal состояниеda avtobuslarga ketmoqchi bo'lsa, ishonchli nomerlar ekranda turibdi. Tanlovdan tashmanglar, yuksimiz qo'limizda. Bitta o'lchab, bitta kesadigan bo'ladi xizmat.